Fotiha surasini o'qib suv ichishning foydasi. Suv ichishdan oldin Fotiha surasi to'liq o'qiladi. So'ngra o'tirgan holatda suvni ichiladi. Fotiha surasini o'qib keyin suv ichilganda tiqilib qolgan qon tomirlari ochilib ketadi. Qon aylanish sistemasi iziga tushadi. Yurak faoliyatini yaxshilaydi, qalb orom oladi. Insonda ichki quvvat paydo bo'ladi. Ichki a'zolar, oshqozon, jigar, ichaklar ravon ishlaydi. Aslida Qur'on boricha shifo, rabboniy dorixonadir. Bir stakan suvni Fotiha surasini o'qib ichishga odatlangan kishi uni his qiladi. Fotiha surasi ruhingizga, ruh kuchingizga kuch baxsh etadi. Fotiha surasi hayotingizdagi barcha muammolarni hal qiladi. Hattoki er-xotin o'rtasidagi, farzandlar o'rtasidagi, ishdagi, o'qishdagi muammolar ham bundan mustasno emas. Fotiha surasini qalbdagi gina qudrat, buzg'i adovatga ham barham beradi. Hasad, kibr, ujub va g'urur kabi qalb kasalliklarini davolaydi. Turli mikroblar va zararli viruslarni o'ldiradi. Xonangizni Fotiha surasining xushbo'y atri bilan muattar qiling. To'shagingizga yotganingizda ham takror o'qing. Fotiha surasini o'qishlik ishlaringizni tartibli bo'lishini ta'minlaydi. Fotiha surasini ma'nolarini tushunib o'qishga harakat qiling. Alloh taolo Fotiha surasini tavsiflar ekan, ya'ni dar haqiqat biz sizga 7 takrorlanuvchi 7 oyatli Fotiha surasini va ulug' Qur'onni ato etdik degan Hijr surasining 87-oyatida. Arab tilida vov kalimasi, vov harfi va bog'lovchisi tenglikni ifodalaydi. Ya'ni Alloh taolo Fotiha surasini ulug' Qur'onga tenglashtiryapti. Shuning uchun ulamolar Qur'oni Karimning ma'nolarini Fotiha surasiga singdirilgan. Fotiha surasining ma'nolari sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz degan oyatga singdirilgan deydilar. Fotiha surasi bir kunda sunnat va nafl namozlardan tashqari faqat farz namozlarning o'zida 17 marta takror o'qiladi. Agar biror namozning biror harakati o'qilmay qolsa, namoz mukammal bo'lmay qoladi. Fotiha surasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek shofiya, shifo beruvchi, xofiya, kifoya qiluvchi, Qur'ondagi eng buyuk sura deb nomlaganlar. Sahobalar bemorning og'riyotgan yeriga qo'llarini qo'yib Fotiha surasini 7 marta o'qiganlarida Allohning izni bilan tuzalganlar. Shunday ekan Fotiha surasi bilan bahramand bo'ling.